Aka, yo'ldan qochib turing, mol kotdi, mol, bitta hayvon yo'lga chiqqan. Yo'q, o'shanda. Dav. Akalar, o'zinglarni saqlab qoldinglarmi? Haydamasanglar, yo'ldan chetroq o'tmasanglar, bunaqa dordan qochgan hayvonlar sizlarni ham o'ldirib ketib qolishi mumkin. Bular yoshligida GTA ko'p o'ynagan, Farsaj kinolarini ko'p ko'rganda, o'shaning uchun 1.5 motor, 1.6 motorli Nexia'ni ham Challenger deb o'ylaydi. Qo'liga Challenger, rostdan Challenger Hellcatlarni berib qo'ysanglar, menimcha shu Elon Musk o'rniga raketasi bor, o'shanga qo'yadi-da, oyga uchirib yuborsa kerak, gazni bosib. Kim deb o'ylaydi o'zini bilmayman. Yo'lma-yo'l ketyapti, odam urib ketgungacha boradi-da hammasi. Yo qo'lga tushadi, gayin oldida uzr so'rab chiqadi, yo odam o'ldiradi-da, o'zini ham qamoqqa tiqadi-da, keyin qutuladi. Bitta odam lekin o'ldirib ketadi, kamida bitta, ko'p bo'lmasa agar. Undan ham yomon tomoni, bularda alohida bitta jamiyat bor. Lichinkalar jamiyati, ya'ni bispantoviy drandulitlar jamiyati, ularning hammasida nima bor? Bahonalar shabloni bor. Men bir nechtasini aniq bilaman, hamma ko'rgan. Nima edi, ertalab odam o'ldirib chiqaman demagandir. Peshonasida yozilgan, taqdirga unaqa shak keltirmang deb qo'yadi. Balki buni ham peshonasida yozilgandir, 25 yil qamoqda o'tirib chiqish. Nasibasi ko'tarsin, olsin, yig'lamasin, kechirim so'rayman, meni qamamanglar demasin. Peshonamda yozilgan ekan, kirib ketarkanman-da desin. Undan yomoni kasal olib ketayotgandir deydi. Kasal olib ketayotgan odam minga qo'yib yurishi mumkin ekanda, odam o'ldirib qo'yish ehtimoli borligini o'ylamas ekan. Kasalli hayotini qutqaraman deb ketayotgan odam potensialni qotilga aylanishi mumkinmi? Hamma narsaga bahona bir xil. Qizilga o'tsa ham bir xil, strechga chiqsa ham bir xil, qarama-qarshi yo'lga, tezlikni oshirsa, poyga o'ynasa ham bir xil, hammasida farqi yo'q. Hammasida bir xil shablon bahonalar bor. Bir nechta yana bahonalar bor, yozib ketinglar ularni. Buni nomeri yo'q ekan, nomerni qo'yib ketmoqchi edim. Ko'rdinglar qanchalik tor, o'rtada chizig'i yo'q bo'lgan yo'lda yurishibdi. Oldida odam bor edi, to'xtatishga ham harakat qilishdi. Uni ham hozir nima qilishadi? O'sha to'xtatishga harakat qilgan amakini ham so'kishadi. Nimaga o'rtaga chiqadi? O'lib ketaring hozir deb. Xo'p, u yoshi katta bo'lib to'xtatishga harakat qilmasa, uni oldidan chiqqan yosh bola nima qiladi? Hech narsa qocha olmay ham qoladi-ku. Yosh bolani o'ldiradi-da, keyin hafta yig'lab o'tiradi. Kechiringlar xalqim, bilmasdan qildim. Qaytarilmaydi deb. Anki kirib ketsa, o'ziga ham ziyonligini tushunmaydi. Men hali rivojlanmaganda, men bitta hali bor. Shu maktabga borish o'rniga Farsaj ko'rgan, GTA o'ynagan bor. Miya yo'q, lichinka. Xodimlarni ham belgilaylar. Mayli.